Hurmatli do'stlar, Boran zapravkaga geldik. Bir qavatli hovli joyimiz chiqdi. Uglovoy tomoni do'stlar. Uglovoy qismi bo'ladi. Faqat korobka holatida turibdi. Stechkalar qilingan, oldalari suvog'lar urilgan, oynalari qo'yilgan, eshikda qo'yilgan, ko'cha qismini. Ichkari qismi xudo xolasa korobka holatida turibdi do'stlar. Ustilari bostirilgan, shipillari bo'lgan. Bu yerimizga kelasak, bu yerimizdan yana ko'rib turganingizdek oldi ko'p bir planlarni kichkina bo'ladi, 7,5 metr bo'ladi. Bu 11 metr, 10 metr, 11 metr bo'lgan. Do'stlar, bu yerimiz endi ko'rib turganingizdek bir xonasi, ya'ni mehmonxonasi bo'ladi. Mana og'achlarni ko'rib turibsiz, og'achlarni ajoyib og'achlardan. Mana bu yerimizga kelaversak, xudo xolasa bu yerimizda spalniyasi. Spalniyamizda oynalari ko'chaga qaragan, yap-yoq turibdi. Bu yerimizda yana bir xonasi, ya'ni spalniyasi bor. Oynalarimiz ham ko'chada, xudo xolasa. Samozyot hojatxonamiz bo'ladi. Ayollarimiz uchun oshxonasi bo'ladi. Hamma ishi oynalari ko'chada. Yerimiz otizimiz, eshiklar ham qo'yilgan, darvozalari qo'yilgan. Xohlasanizlar garaj qilib foydalansangiz ham bo'laveradi yurtdoshlar. Hamma ishning oynalari ko'chada turibdi. Faqat olib pul qilib yutib bersangizlar ajoyib joy bo'ladi. Narxi ekranda yozib qo'yamiz. Bemalol telefoningizni kutamiz.